Agar farzandingizda autizm bormi yo'qmi bilmoqchi bo'lsangiz, demak men sizlarga 3 ta test aytaman. O'sha testdan bemalol aniqlab olishingiz mumkin. Birinchi test MChat test. Bu juda ham ommalashgan test hisoblanadi. Bolani umumiy rivojlanishda o'sha emotsional holatini, empatiyani, ijtimoiy moslashuvini tekshirib beradi. Demak, bu MChat test deyiladi. Ikkinchi testimiz 0 yoshdan 1,5 yoshgacha bo'lgan test. Bu Tadler checklist deyiladi. Demak, o'sha tug'ilgandan 1,5 yoshgacha bolani tekshirish kerak. Keyingi testimiz bu уже 4 yoshdan bo'lgan bolalarni tekshiruvchi test. Bu ijtimoiy muloqot testi deyiladi. O'sha testlardan bemalol farzandligini tekshirib, o'zligini o'sha shubhaligiga asos bo'lsa, birinchi oilani to'g'irlash kerak. O'ylaymanki, bu testda nima shubhasi bo'lsa, oilada kengash bo'lish kerak. O'tirib, hammaligi gaplashishligi kerak. Keyingisi demak, psixiatr, psixonevrolog yoki nervpatologga boradi va albatta pedagogga, defektolog, terapevt, sensor integrativ yoki psixologga kelishligi kerak.